Start recording videosi bo'lyapti. Demak, hammaga salom. Bugun sizlar bilan stringni kesib olish mavzusini o'tamiz. Avvalambor barchangizga rahmat. Biz 100 tadan ham o'tdik. Menimcha 150 tadan ham o'tgan bo'lsak kerak. Xo'p. Mavzuga qaytsak, ya'ni stringni kesib olish. O'tgan darsimizda biz string ma'lumot turi haqida o'rgangan edik. Unda har qanday qo'sh tirnoq ichida yozilgan ma'lumotlarni konsolda chop etadi, to'g'rimi? Demak, 3 xil qo'sh tirnoq yozish usullari bor. Birinchisi bittalik, ikkitalik hamda uchtalik. Xo'p, bularning barchasida masalan mana print salom mana ikkovida ham mana yozdik. Bular konsolda chop etilyapti. Hammasiga to'g'ri chiqaryapti. Lekin biz ushbu bittalikni, ya'ni yomon tarafi nimada desangiz, masalan, bu yerga biz print orqali bu yerga masalan o'g'ri deb yozsak, o'g'ri. Bu yerga mana bu yerda ko'rib turganingizdek xatolik chiqaryapti. Sababi bu yerda o'qiganda g'ni ushbu belgisini ko'rib, ha, demak yopyapti bittalik qo'sh tirnoqni deb o'ylaydi, bu yerini xatolikka chiqarib yuboradi. Shu uchun bundan iloji boricha kamroq foydalanaman. O'zimning fikrimcha aytyapman, ya'ni bundan kamroq foydalanaman. Bu ikkovidagi farqi nima desangiz, masalan, bu yerda biron bir she'rni olsak, nega olmayapti bular? Yo'q, men bironta she'r olmadik. Xo'p, hozir she'rlar biroz kutamiz. Xo'p, mana she'r. Alhamdulillah. Xo'p, davom etamiz. Mana masalan, ana ushbu she'rni olsak, katirlasa va bu yerga qani katirlasa qilsak, ushbu she'rni bu she'r yoki shunga o'xshash uzun ma'lumotlarni qabul qila olmaydi. Shu uchun unga xatolik kelib chiqadi. Lekin uchtalik qo'sh tirnoqda istagancha ma'lumot yozsangiz ham u qabul qilaveradi. Xo'p. Agar bironta bir uzun ma'lumotlarni yozish uchun men uchtalik qo'sh tirnoqdan foydalanaman, boshqalarida bittalik. Iloji boricha ikkitalikdan foydalanaman, iloji boricha bittalikdan foydalanmayman. Bu o'zimning fikrim edi. Xo'p. Endi
Endigi navbat stringni kesib olishga. Ya'ni masalan, print ichida hello world. Bu yerda har birda indekslar mavjud. Printning ichida emas, o'zgaruvchining ichiga olsak yaxshiroq bo'lardi. Hop, indeks barobar salom. 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 Endi mana. Hop. Indeks 1 yo'q. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 va bu yog'i 10 11 12 ketadi. Demak, biz bu indekslar orqali stringni ichida yozilgan ma'lumotlarni bir harfini chiqarib olamiz. Masalan, bizga C kerak bo'lsa, biz 1 emas 0 ni chaqiramiz. Sababi har doim indekslar 0 dan boshlanadi. Printga o'zgaruvchining nomini chaqirib olib va ichidan aynan nechinchi indeks kerakligi, bizga 0-indeks kerak. Hop, mana C chiqarib beryapti. E'tibor bersangiz, bu yerda biz ushbu oraliq joyni, ya'ni space ni ham bitta indeks deb hisoblayapmiz. Agar biz bu yerga 5 yozsak, bizga ochiq joy chiqarib beradi. Ya'ni mana bizga ochiq joy chiqarib beryapti. Sababi 5-indeksni ushbu space yotibdi. Xo'p, endi biz masalan salom so'zini o'zini qirqib olmoqchimiz. Ya'ni bizda uzun bir hikoya bor, tasavvur qilinglar. Unda biz bir so'zni qirqib olishimiz kerak. Masalan, salomni. Bu yerda ham hozir salom so'zini qirqib olamiz. Boshi, birinchi indeksi 0 dan boshlanadi, to'g'rimi? Boshdagi indeksni qo'yamiz va ikkitalik nuqta bilan oxirdagi indeks. Ba'zilar bu yerga 4 qo'yib qo'yadi. Lekin bu yerga 4 qo'ysa salom so'zi kelib chiqmaydi. Sababi bu gacha, ya'ni ushbu 4 gacha bu yog'ini chiqarib beradi, lekin mana men olmaydi. Agar bu yerga 5 ni qo'yishsak, 5 gacha chiqarib bersa, 5 ni hisobga olmasin. Salom so'zi chiqib kelyapti. Biz ushbu usulda istalgan ma'lumotni qirqib olishimiz mumkin. Endi agar printda bu yerga masalan 3 qo'ysak, davomini yozmasak nima bo'ladi desangiz, bu yerda shu 3-dan boshlab hammasini chiqarib beradi. Ya'ni 3-indeksda L yotibdi. Nima? O yotibdi. O yotibdi. O'dan to Doniyorgacha, ya'ni oxirigacha chiqarib beradi. Xuddi shunday, agar biz print oxiriga qo'ysak, masalan, bu 8. Yo'q, boshiga emas, oxiriga. 8 qo'ysak, bizga 8-da ne yotibdi? Ne yotibdi? Shu boshidan negacha chiqarib beradi. Ya'ni berilgan indeksgacha chiqarib beradi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerdagi joylashgan indeks boshini aniqlab beradi. Bu yerdagisi aynan qayergacha chiqarish kerakligini aniqlab beradi. Agar buni yozmasak, oxirigacha chiqarib beradi. Agar buni yozmasak, boshidan berilgan indeksgacha chiqarib berar ekan. Demak, endi agar print qilib faqat ikkita nuqta qo'yib qo'ysak nima bo'ladi? Hammasini chiqarib beradi. Chunki bu yerda cheklov ham berilmagan, bosh ham berilmagan. Shuning uchun bu yerda hammasini chiqarib beradi. Endi bizga faqat R harfi kerak desak,
Boshidan sanab chiqamiz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, to'g'rimi? Xo'p, 12 bo'lsa biz bu yerga 12 deb yozamiz, to'g'ri? Oson, ya'ni oson sanab qo'yamiz. Lekin bu yerda uzun bir hikoya tursa, masalan, ana shuni aytadigacha katalisa qilsak va bu yerga katalib v bu yerda oxirgi harfi i ekan, mana i emas, ikkitalik nuqta ekan. Mana buni o'chirib tursak i bo'ladi oxirgi harfi. Biz buni galma-galdan sanab ketmaymiz-ku, to'g'rimi? Bizda ikki xil indeksni sanash yo'llari bor. Passiv indeks, negativ indeks. Passiv indeks hozir ko'rib o'tganimiz bo'ladi. Negativ indeks esa minus bilan chaqiriladi. Negativ indeks 0 dan boshlanmaydi, minus 1 dan boshlanadi. Agar biz bu yerga minus 1 kiritsak, minus 1 har doim bizga ushbu matnning oxirgi harfini chiqarib beradi. Xo'p. Demak, minus 1 ga ham ushbu yo'llar ishlaydi. Ya'ni kesib olish, bitta boshini kiritib oxirini kiritmaslik, bular ham ishlaydi minus 1 ga. Minusliklar bilan faqat qo'yamiz bu yerga. Xo'p. Davom ettirsak. Tasavvur qilinglar. Bu. Salom Doniyor, to'g'rimi? Endi Salom Doniyorni teskarisiga qo'ysak bo'ladimi? Masalan, Roy in od deb qo'ysak bo'ladimi? Albatta ha. U uchun ikkitalik nuqtada ikkita qo'yamiz va oxirgi minus 1 deb yozib qo'yamiz. Va bu teskarisiga chiqarib beradi. O'zi bu ikkitalik nuqta nima qilib beradi desangiz, yozamiz. Birinchisiga 3 9 yo'q 3 11 masalan 2 qo'ysak bizga o mana bu oraliq joyi ham bor ekan. O'zi nima chiqarib beryapti? 3-indeks mana o, to'g'rimi? O'ni chiqaryapti-da, bittasini qoldirib ketib oraliq joyini chiqaryapti. Yana bitta qoldirib ketib o'ni chiqaryapti. Bitta qoldirib ketib in chiqaryapti. Bitta qoldirib ketyapti-da, bo'ldi. Biz 11 gacha berganmiz, bu yo'g'ini hisobga olmayapti. Ya'ni bu tashab ketadi. Agar bu yerga 3 qo'ysak, ikkitadan tashab ketadi. Mana o'ni olyapti, ikkita tashab ketyapti, d'ni olyapti. Ikkita tashab ketyapti, i'ni olyapti. 4 ta qo'ysak, 3 tadan tashab ketadi. Bu ikkitalik nuqtani vazifasi shu. O'ylaymanki, siz bugungi darsimizni tushundingiz. Hammangizga rahmat. Sog' salomat bo'lib yuring. Xo'p. Hammaga rahmat, sog' salomat.